Bugun sizlar bilan Umra safariga borish haqida suhbatlashamiz. Bu oddiy sayohat emas. Bu qalbni poklovchi, hayotni o'zgartiruvchi ziyorat. Kim bilan borish, qanday tayyorlanish va nima uchun bu safar har bir musulmon uchun orzu. Barchasini birgalikda ko'rib chiqamiz. Keling, bu muqaddas yo'lga birinchi qadamni birgalikda qo'yaylik. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك Aziz ziyoratchilar, bu yilgi yangi mavsumdan eski mavsumiga qaraganda, eski mavsumimizda 20 ga yaqin ziyoratchilarga olib borgan bo'lsak, inshaalloh yangi mavsumdan 35 ta joyga inshaalloh Makka Madina bo'lib ziyorat joylariga, demak, ziyoratlar tashkil qilinadi inshaalloh. Bular ichida avvalgi ziyoratlarimizda faqat bitta joyga, demak, bonus sifatida Qizil dengizga olib borilgan bo'lsa, yangi mavsumdan boshlab biz 4 ta joyga Qizil dengiz Jidda bo'ylab sayohatlar tashkil qilinadi inshaalloh. Bu imtiyozli bonus sifatida Jabalun Nur tog'iga, hatto Hiro g'orining ichigacha kirib shu joylarda duoyi xayrlar qilishlik imkoniyati yaratiladi. Uchinchisi, Makkadagi Sulaymon Rojihiy masjidiga, demak, ziyorat. U joyda shom xufton namozini ado qilish bilan bir qatorda, demak, ehson dasturxoni yoziladi. Bu ham bizga imtiyozimiz. Madina-vi Munavvarada esa Qur'oni Karim fabrikasiga inshaalloh ham ziyorat ham sayohat tashkil qilinadi. Bular bizning ziyoratchilarimizga inshaalloh bonusimiz bo'ladi, Xudo xohlasa.